Akajon, pulim yo'q, akajon. Alo. Sizning ham ushbu holat tabingizni xira qildi, to'g'rimi? Kuni kecha ushbu holat bilan bog'liq videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'ldi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan shaharning tarixiy qismida tilamchilik holatlarini oldini olish, ularning faoliyatini cheklash hamda qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralarni ko'rish yuzasidan muntazam profilaktik va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda aziz yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Bunday illatlarga qarshi kurashda har birimizning fuqarolik mas'uliyatimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Zero beriladigan qo'l cho'zilmasa, noqonuniy ravishda tilamchilik qilishning ham imkoni yo'q. Saxovat va mehr-muruvvatni haqiqiy ehtiyojmand insonlarga qonuniy va tartibli yo'llar orqali ko'rsatish esa jamiyatimizning yanada sog'lom va farovon bo'lishiga xizmat qiladi. Hurmatli hamshaharlar, siz ham bu kabi holatlarga duch kelganingizda eng yaqin ichki ishlar organiga, Buxoro shahrining tarixiy qismida esa kecha va kunduz xizmatni tashkil qilgan Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlariga murojaat qilishingizni so'raymiz.